Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men vrach pediatr Bekmurodova E'zoza Aslidinova sizlar bilan bolalardagi ichib ketish va suvsizlanish haqida gaplashamiz. Agar bolalarda ichib ketish qayd qilish bo'ladigan bo'lsa, organizmdagi zaxira suv, zaxira yog'larni ham chiqib ketish hisobiga, hattoki katta odamlarda ham holsizlik, isitma chiqishi bo'ladi. Bu holat endi yosh bolada juda ham tez bo'lgani uchun holsizlik bo'ladi, ovqat yeyishga majbur, umuman ovqat yegisi kelmaydi. Bizani o'zimizda nima bor? Ovqat yesa tezroq yaxshi bo'ladi degan ish borda, shuning uchun majburlab ovqat berishadi. O'zi qachon ichib ketadi, qachon suvsizlanadi, qachon qayd qiladi, qachonki oshqozon faoliyatimiz buzilsa, bolada ichib ketish qayd qilish holatlari kuzatiladi. Bunaqa holatda bolaga birinchi navbatda majburlab ovqat tiqish emas, uni holatini yaxshilash, suv o'rnini bosish kerak, ko'proq suyuqlik va suv berish kerak xolos. Qo'shimcha ovqatlarni o'zi hazm qilmagani uchun ichib ketyapti, qayd qilyapti. Agarda hazm faoliyati yaxshi bo'lganda edi, bolada bu holat bo'lmasdi. Shuning uchun har doim ichib ketgan bolalarda birinchi o'rinda ovqat emas, birinchi o'rinda o'sha yo'qotgan suv o'rnini bosish kerak bo'ladi. Qachonki o'sha suv o'rnini bosmaydigan bo'lsa, natriy kaliylarning o'rnini bosmaydigan bo'lsa, bolaga majbur bo'lamiz kapelnitsa orqali izotonik eritmalarni qo'yishga. O'zi kapelnitsaga juda ham qarshi odamman va kelgan kasallarimga faqatgina yoz oylarida majbur bo'lganimdan, suvsizlanganidan kapelnitsa beraman, lekin qolgan holatlarda kapelnitsaga o'zi umuman qarshi odam hisoblanaman. Xo'p, bunaqa holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Har qanaqa holat, har qanaqa meva o'zimizda ham endi yangi yeyotganingizda hali ta'mini bilmaysizda, yeb ko'rasiz. Yangi o'zingiz hali bilmagan mevalarni yeb ko'rsangiz, u siz uchun yangilik bo'ladi. Yosh bola uchun unaqa yangiliklar ko'p. Endi mana 1 yoshli bola yozga kelganda tarvuz yangi anaqa ta'mi yangi hisoblanadi, qovun, uni icheklari hali u narsaga moslashmagan. U tarvuz, qovunlar, mevalar hozir asosan bizda sun'iy ko'proq tezroq yetilish uchun, yaxshi qizil bo'lish uchun ximikatlardan foydalanilgan holatda yetiladi. O'zi aslida tarvuz, qovunlarning yetilish vaqti avgust oyi, sentyabr oyi hisoblanadi, lekin bizda bozorlarimizda o'zi aprel oxiri, may boshidan juda ham to'lib ketadi. Shuni hisobiga bu holat mavsumiyda. Mana mevalar boshlandimi, bolada ichib ketish aniq kuzatiladi. Agarda kuz kelishi bilan bu holat almashadi o'tkir nafas yo'llari infeksiyalariga. Shuning uchun birinchi o'rinda uy sharoitida qiladigan birinchi yordami onajonlarni ko'proq suyuqlik berish. Ovqatning o'rniga suvsizlangan bolaga, ichib ketayotgan bolaga suv o'rnini to'ldirish uchun suyuqlik berish. Orsasink bor, orsa bor, rigidron bor, chortoq bor, bemalol xohlaganinglarni yoki oddiy suv ham, namatak suvmi, ramashkami, guruch qaynatib, oddiy yoki guruch qaynatib suvnimi eng yaxshisi hisoblanadi. Suv bola o'shanaqa suvsizlanayotgan bola uchun suv birinchi o'rinda hisoblanadi. Shunaqa foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.